qassob ko'payib ketsa, anu so'yar, manu so'yar deb mol harom bo'lib qolar ekan. Jon berayotgan molni anu qassob ko'payib ketib qolsa. Chala mulla ham ko'payib ketdi. Hech qancha ilmga ega emas. Munaqa deb o'zidan o'zi hukm chiqazib, din ilmi Tinch okeani bor-u, o'shandan ham ko'p din ilmini yetuk o'qib, chuqur tushunmaguncha din diyonatdan fatvo berib, bir narsalarni gapirib yorishlik mumkin emas. Fiqh ilmi bor, usulul fiqh. Shariatda nihoyatda usulul fiqhga katta e'tibor beriladi. Bu kitoblarni o'qib chiqqanmisiz? Ijmo, qiyos deganlari bor. Biz qiyosga ko'nmaymiz deydiganlar ham bor. Qiyossiz